Manakini qarang, qanaqa kelin ko'ylak tanladim. Chiroyli ekan Dinoza. Menga yarashamidi? Albatta, sizga hamma narsa yarashadi. Dilnoza, bu yoqqa qaravergin qizim. Labi oyi. Dilnoza, yangalikka kimga gaplashding? Manaka men borlar-ku, keyin qilaman yangalikka. Esing bormi sani o'zi? Yangalikka qanaqa odamlarni tayyorlashadi? Bilasanmi shuni? Keyin 7 yildan beri farzandli bo'la olmayapti. Taqdiring xuddi shunga o'xshab bo'lib qoladi, bolam. Shuni bilasanmi? Yo'q, boshimga qotirma. Keyin bo'lmaydi, boshqa odam topamiz. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Bo'ldimi? Hammani to'yga yetib bo'ldingmi? Hech kim qolmadimi? Aytgandek. Ishqilib ana Botir o'rtog'ingni to'yga yetmadingmi? Ona hammani aytdim. Botir ham qolib ketmaydi. Aytdim uni ham, nima qilay? Menga qara, u bola 3-marta o'ylanib 3-marta ajrashdi. Uni hayoti bo'lgani yo'q. Uni aytma. Sening hayotini ham xuddi shunga o'xshatmoqchimisan? Shunaqa narsalarga ahamiyat berlaring. Irim-sirim bor narsa, bilasanmi shuni? Endi men buni qara sipirgini. Sipirga turmaydi bu falokat, buni chetroqqa qo'yish kerak. Taqdirni Alloh yozadi, bandasi emas. Har xil irim-sirimlarga ishonib, odamlarni ajratmanglar. Gardishi aylanib, o'sha narsa o'zingizlarning boshingizga kelib qolmasin.